butun dunyoni bir kunda aylanib chiqish mumkin desam ishonasizmi? Ha, albatta mumkin. Bizni sayohatimizni birinchi kuni mana shunaqa joyni topdik. Bu joy sizlarga ham qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Manzili hamda bilet narxi necha pulligini aytib o'taman. Xullas, tog'ning o'rtasiga shunaqa joyga keldik. Bu yerda dunyoning eng mashhur arxitektura yodgorliklari 25/1 o'lchamda qayta yaratilgan. Ya'ni asl binoning kichraytirilgan, lekin juda aniq nusxasi maketi. Mana bu yerda Fransiyaning mashhur Eyfel minorasi, bir necha qadam narida qadimiy Misr piramidalari, yana biroz yursangiz Amerikadagi ozodlik haykali hamda Yaponiyaning mashhur joylarining ham kichik maketi bor. Shuningdek, Osiyo, Yevropa va Amerika hududlarida bo'lingan zonalar bor. Har bir zonada o'sha davlatning eng mashhur obidalari joylashgan. Eng hayratlanarlisi shundaki, bu faqat binolar emas, atrofda minglab kichkina odamchalar joylashtirilgan. Kimdir bayram qilyapti, kimdir ishlayapti, kimdir esa sayr qilyapti. Go'yoki haqiqiy hayotning mini versiyasi. Hattoki 100 yen tashlasangiz, bu odamchalar raqsga ham tusharkan. Har bir detal juda puxta ishlangan. Derazalar, zinapoyalar, ko'chalar, hatto mayda yozuvlargacha e'tibor bilan yaratilgan. Bu joy bolalar uchun ham juda qiziq, lekin kattalar ham bundan kam hayratlanmaydi. Foto, surat va video olish uchun juda zo'r joy. Biz ham rasm tushdik, videolar oldik. Bu yerda yurganimiz zahoti o'zimizni gigantik his qildik. Go'yoki hamma narsa kichkinagina bizni oyog'imiz ostida. Agar Yaponiyada bo'lsangiz va Nikko tomonlarga yo'lingiz tushsa, bu joyga albatta kirib ko'ring. Va endi savol, bu yer qayerasi? Bu Tobu World Square degan joy. Kirish bileti kattalar uchun 2800 yen atrofida. Bir necha ming yen evaziga siz butun dunyoni bir kunda aylanib chiqishingiz mumkin. Kichkina dunyo, lekin juda katta ta'sirot qoldiradigan joy. Sizningcha bu pulga kirib ko'rish arziydimi yoki yo'q? Kommentariyada yozib qoldiring.